Bu hech qanaqa video murojaat emas, shunchaki o'z xolisona fikrimni bildirib o'tib ketgim keldi. Sababi bu qiz menga begona emas, o'zimni eng yaqin dugonam. Gap kim haqida ketayotganini gapimni oxirigacha eshitsanglar tushunib olasizlar. Bundan oldin ham bunaqa fasodlar ko'p bo'lgan, ahamiyat bermaganman. Birinchi sababim, men bu qizni juda ham yaxshi taniganim va bilganim uchun. Men bu qizni bolaligidan yaxshi bilaman. Va ikkinchi sabab, Instagramda axvatmi yana shunga o'xshagan gap menga endi kirib keldim. Instagramga tushmayman. Shu anaqani orqasidan axvat yig'yaptimi, shunaqa gap so'z bo'lar ekan. Shunaqa gap so'zga qolmaydi, ahamiyat bermasdim. Lekin shu safar jahlimni chiqargan bitta mavzu bo'ldi. Ya'ni bu ayol psixolog ekanlar. O'sha gapirganlar, ya'ni Feruza Normatova, meni bolalikdagi qiz dugonam. O'sha qizni gapirganlar shartlar asosiga ham, xullas nimadir asosga qurilgandi. Juda ham jahlimni chiqargan joyi aynan shu gaplar bo'ldi. Nimaga Feruzani ota-onasi tirik, bu ota-onali qiz. Uni ota-onasi shartli anaqaga qo'yib qo'yadigan odamlar emas. Sizni aqlingiz yetmagan narsaga Feruzani ota-onasi, sizni aqlingiz yetmagan narsaga Feruzani ota-onasini Allohga shukr, aqli 100 barobar emas, 1000 barobar yetadi. Ular ham nima deydi, ko'p ko'rgan odamlar. Siz o'tirib olib, hozir nimadir desa, anaqa endi menga shunaqa savol berdi-de, javob bermasligingiz ham mumkin edi. Birovning shaxsiy hayotiga, ya'ni aralashmayman. Boshqa mavzular haqida gaplashaylik desangiz ham bo'lardi. Sizga aynan shu mavzu juda ham o'zingizga qo'l kelganda, hozir odamlar nima qilib bo'lsa ham men pul topsam, u nima deydi, halolidan keladimi? Hozir qizuv bo'lmay qoldi hech kimga. Men hech kimga deganda, ya'ni shunaqa qo'shtirnoq ichidagi insonlar nazar tutib aytyapman-da. Shu gapni gapirib, axvatimni ko'tarib olaman. U nima deydi, men hozir bitta anaqa ayolga tuhmat qilaman yoki ig'vo qilaman, bir fasod qilaman degan narsalar yo'q-da, tushunchalari yo'q. Menga qarang. Aytadi-ku, qizing bo'lsa deydi, u fohishaning ustidan kulmagin deydi. O'g'ling bo'lsa, o'g'rining ustidan kulmagin deydi. Bu hayotcha shunaqangi siz kutmagan joydan shunaqa tez aylanib o'zingiz boshiga kelib qoladi. Shuning uchun bitta gap gapirayotganda o'ylab, iltimos siz psixolog ekansiz, psixologligingizni, ya'ni qavring, qarang. Nervni qilganimdan даже asabiylashsam, mana shunaqa fikrim o'lta-cho'lta bo'lib qoladi-da. Iltimos sizdan nima deydi, o'zingizni sohangiz bo'yicha intervyu bering, birovning hayotiga aralashmang. Sog' bo'ling.